Bugun sizlar bilan bolalarga bo'lakchalar taklif qilishni o'rganamiz. Aynan 6 oydan boshlab biz qanday bo'lakchalar berishimiz mumkin, qanaqa ko'rinishda bir nechta mahsulotlar misolida ko'rsatib beraman. Bolalarga o'z vaqtida bo'lakchani kiritish juda ham muhim. Ular pyureda uzoq vaqt qolib ketishi kerak emas. Bu ularni chaynash reflekslari so'nib ketishiga olib keladi va kelajakda ular ovqatni rad qilishiga, mahsulotlarni bo'lakcha ko'rinishida yeya olmasligiga, chayna olmasligiga va umuman pyure ko'rinishida bolalar mahsulotlarni ajratishmaydi. Hammasi bir xil konsistensiya bo'ladi va bu narsa mahsulotlarni ajratmaslikka ham olib keladi. Demak, bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz banan, shaftoli va jo'xori mahsulotlarini bolalarga qaysi oyda qanaqa ko'rinishda taklif qilishimiz mumkin. Mana shuni batafsil sizlarga ko'rsatib beraman. Eng birinchi mahsulot bu banan. Juda ham ko'p onalar aynan mana shu mahsulotdan boshlashadi, lekin ko'pincha pyure ko'rinishida yoki yaxshilab sanchiqi bilan ezib taklif qilishadi. Bugun esa BLV usulida aynan bolalarga bo'lakcha kiritganimizda, avval boshidanoq bo'lakcha taklif qilganimizda qanaqa ko'rinishda taklif qilamiz. Demak, bananimizni kerakli hajmda kesib olamiz. Ya'ni bolani qo'liga mos bo'lgan hajmda. Ko'p holatlarda bolalar mana shunaqa holatda ushlashadi. Aynan 6 oydan boshlab bolalarni katta motorikasi 6 oyga kelib rivojlangan bo'ladi va ular mahsulotlarni butun kafti bilan ushlashadi. Aynan shuning uchun ularga qulay bo'lishi uchun biz demak ularni kaftiga mos bo'lgan hajmda kesib olamiz. Undan so'ng ustidagi tepa qavatidagi po'stlog'ini olib tashlaymiz. Bolani iste'moli uchun qulay joyini qoldiramiz va ushlashga qulay joyini qoldiramiz. Bunda banan bolani qo'lidan sirg'anib chiqib ketmaydi, bola olishga qiynalmaydi va mana shu po'stloq tarafidan ushlab, bemalol shimib, o'rganib, mahsulot bilan tanishib, ha, bu banan, uni rangi sariq, bu shirin deb eslab qolib, tanishib iste'mol qiladi. Mana shunaqa ko'rinishda biz demak bananni bemalol bolajonga taklif qilsak bo'ladi. Bu 6 oyda demak bolalar butun kafti bilan olganda taklif qilamiz. Keyinchalik 9 oydan boshlab bolalarda kuzatiladi pinset zahvat deyiladi. Pinset ushlash rivojlanadi. Ya'ni bolalar katta barmog'i va ko'rsatkich barmog'i bilan mayda narsalarni olishni boshlashadi. Aynan shuning uchun mana shu pinset zahvatni rivojlantirish uchun, bolalarning motorikasini rivojlantirish uchun va ularga qulay bo'lishi uchun biz ularga bananni kichkina to'rtburchak shaklda taklif qilishni boshlaymiz. Taxminan mana shunaqa to'rtburchak bo'lakchalar biz 9 oydan bemalol taklif qilsak bo'ladi. 9 oyga kelib bolalar chaynashni yaxshiroq o'zlashtirib olishgan bo'ladi va bunday bo'lakchalarni bemalol milkini orasida ezib iste'mol qilisha oladi. Bu faqat yumshoq mahsulotlarga tegishli, ya'ni banan yumshoq mahsulot bo'lgani uchun biz ularni mana shunaqa ko'rinishda, to'rtburchak ko'rinishda 9-10 oydan boshlab taklif qilsak bo'ladi. Chunki mana e'tibor qilsangiz ham bananni ikkita barmoq orasida bemalol ezish mumkin. Bu degani bola tiqilish xavfi past degani va bola bemalol milklari bilan ezib iste'mol qila oladi. Shuningdek, bananni agar po'stlog'isiz mutlaqo taklif qilishni xohlasak, mana shunaqa ko'rinishda ham taklif qilsak bo'ladi. Bir qismini kokos strushkasiga botirib berganimizda qo'lidan sirpanib ketmaydi va bolajon uni yaxshilab ushlab iste'mol qila oladi. Ushbu ko'rinishda demak 6 oydan bolaga taklif qilsak bo'ladi. Bu ko'rinishda esa bo'lakchalik ko'rinishida 9 oydan bolajonga taklif qilamiz va bolalar o'zi ushlab bemalol mustaqil iste'mol qilishadi. Keyingi mahsulotimiz bu shaftoli. Shaftolini taklif qilishni o'rganamiz. 6 oydan boshlab bolalarga teng yarmini
Agar shaftoli yumshoq bo'lsa, yaxshi pishgan bo'lsa, teng yarmini taklif qilsak bo'ladi. Bunda ham aynan bolalar butun kafti bilan ushlagani uchun 6 oyda ularga qulay bo'ladi. Ushlash, ikkita qo'li bilan, bitta qo'li bilan ushlab, og'ziga olib borib, shimib bu mahsulot bilan tanishishni. Agar bolajon katta bo'lgan sari bolajonni pinset zahvati, ya'ni o'sha barmoqlar bilan ushlash rivojlanganini sezsangiz, demak uni maydaroq ko'rinishda, xuddi banan kabi taklif qilsak bo'ladi. Faqatgina agar shaftoli yaxshilab pishgan va yumshoq bo'lsa, mana shunaqa ko'rinishda, demak bitta barmoqni olishga qulay bo'lgan ko'rinishda bolajonga taklif qilamiz. Bu demak 9-10 oylik bolalar uchun. Shuningdek, bolalarga yupqa parrak qo'yincha shaklida ham shaftolilarni taklif qilsa bo'ladi. Aynan mana shunaqa ko'rinishda ham juda ham o'qitishga moyil bo'lgan bolalar, bo'lakchalarni to'rtburchak shaklida iste'mol qilishga qiynalayotgan bolalarga aynan parrak shaklida shaftolilarni taklif qilsak bo'ladi. Bunaqa parrak shaklida bolalar oson shimganini o'zida ham buni iste'moli ancha osonlashadi. Lekin agar shaftoli qattiq bo'lsa, bunaqa to'rtburchak ko'rinishda bolaga berishimiz xavfli hisoblanadi. Va shuningdek, turli xil olma, nok kabi juda ham qattiq bo'lgan mahsulotlarni xomligicha bolajonga bo'lakcha shaklida taklif qilmaymiz. Bu mutlaqo mumkin emas. Ularni albatta parda yoki duxovkada pishirib, yumshoq ko'rinishga keltirib, keyin taklif qilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi mahsulotimiz bu jo'xori. Jo'xori bolalar juda ham yaxshi ko'rishadi, lekin tiqilish xavfi juda ham yuqori mahsulot, xavfli mahsulot hisoblanadi. Aynan donlari juda ham kichkina, silliq, dumaloq bo'lgani uchun nafas yo'llariga ketib qolish xavfi yuqori hisoblanadi. Aynan shuning uchun biz jo'xorini 6 oylik davrda mana shunaqa katta hajmda taklif qilsak bo'ladi. Faqat donlarini qoq o'rtasidan pichoq bilan demak o'tkazib olamiz. Bunda donlarini ikkiga bo'lib kesib olganimizda mana shu xavfni bartaraf qilamiz. Donlari yaxlit holatda bolani og'ziga tushib qolmasligini ta'minlaymiz va bunaqa ko'rinishda bolajon shimib iste'mol qilganda donlar yaxlit holatda emas, balki ularni orasidagi donlarni ichini iste'mol qiladi. Mana shunaqa ko'rinishda bola ushlab bemalol shimib iste'mol qiladi. Agar biz don ko'rinishida dona-dona qilib bu retseptlarga qo'shayotgan bo'lsak yoki bolaga taklif qilmoqchi bo'lsak, ularni albatta pichoq yordamida maydalab taklif qiling. Agar bu konserva jo'xori bo'lsa, bitta chayib olamiz toza suvga va pichoqni ustidan o'tkazib, mayda-mayda shaklga keltirib bolajonga taklif qilamiz. Butun holatida jo'xori donlarini aslo taklif qilish mumkin emas. Mana shunaqa ko'rinishda, demak, bolajonga taklif qilsak bo'ladi. Har qanday oylikda 6 oydan boshlab yoki 9 oydan farqi yo'q. Qoshiqda yeyishni o'rganayotgan vaqtida ham biz mana shunaqa ko'rinishda taklif qilsak bo'ladi. 6 oydan boshlab esa mana bunaqa o'rtasidan pichoq bilan o'tib taklif qilamiz. Jo'xorini yaxlit donlarini 1 yoshdan keyin bola chaynashni yaxshilab o'zlashtirib olgandan keyin sekin astalik bilan kiritib ko'rsak bo'ladi. Bunda faqat bolani o'zini rivojlanishini hisobga olamiz. Agar bolaga turli xil bo'lakchalar uzoq vaqt davomida kiritilgan bo'lsa, u chaynashni yaxshilab o'rganib olgan bo'lsa, bemalol jo'xorini donlarini butunligicha 1 yoshdan so'ng ratsionida kiritsak bo'ladi. Agar mahsulotlarni qanaqa ko'rinishda, necha oydan qanaqa qilib berish kerakligini bilmayotgan bo'lsangiz va juda ham savollaringiz ko'p bo'lsa, biz onalar uchun maxsus bot tayyorlaganmiz, ishlab chiqqanmiz. Ushbu botda har bitta mahsulotni, sabzavotlar, mevalar, yormalar, go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlari batafsil qachon kiritish mumkin, qanday ko'rinishda taklif qilish mumkin, necha oyda qanaqa qilib bolaga taklif qilish mumkin batafsil tushuntirilgan va ma'lumotlar berilgan video tariqasida ko'rsatib berilgan. Ushbu botdan foydalanish uchun biz bilan Telegram orqali bog'laning. Havolani
mana shu videoni tagida sizlar uchun qoldiramiz. Menejer sizga bot haqida to'liq ma'lumotlarni beradi. Bugungi videomizda sizlar bilan qaysi oyda bo'lakchalarni qanaqa ko'rinishda berish kerakligini batafsil ko'rib chiqdik. Bo'lakchalarni berishni kechiktirmang. Bu bolani rivojlanishida juda ham katta hissa qo'shadi va ulardan qo'rqmang, shunchaki ularni to'g'ri taklif qilishni yaxshilab o'rganib oling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang va izohlarga o'z javobingizni yozib qoldiring. Siz qo'shimcha ozuqa kiritishni pyurelardan boshlaganmisiz yoki bo'lakchalardan? Bu bizga juda ham qiziq. Shuningdek, ushbu videoni o'zingiz kabi onalarga ham jo'natib qo'yishni unutmang.